Assalomu alaykum. Boshlangan kunimiz hammamizga xayrli va barakotli, omad olib keladigan, xursandchilik olib keladigan kun bo'lsin ilohim. Yangi kirib kelayotganlarga bir videorolik tayyorlab taqdimot qilishni o'zimga lozim deb topdim bugun. Biz mana shu loyihada 12 ta viloyatdan yig'ilib, ahil inoq jamoa bo'lib, bir-birimizni qo'llab-quvvatlab, bir-birimizga yordam bergan holatda ishlayapmiz. Maqsadimiz 7-doskada 1 milliard 600 ming so'm, bu kursga dollarga hisoblaganda esa 120 ming dollarni tashkil qiladi. Maqsadimiz o'sha doskalarga bir-birimizga yordam berib, qo'llab-quvvatlagan holatda komanda bo'lib chiqib yorish. Xo'p, bizning loyihamizda 7 ta mana shunaqa ishchi doskamiz bor. Doskalarning ko'rinishi bir xil bo'ladi, lekin ulardan chiqadigan daromad, ularning nomlanishi har xil bo'ladi. Siz birinchi doskada ro'yxatdan o'tganingizda mana chap tarafdagi 4 ta katakchadan yoki o'ng tarafdagi mana 4 ta katakchadan joy egallaysiz. Bu beruvchi hisoblanadi. Siz tushgan taraf faqat o'zingizga, sizga kerakli bo'ladi va sizga tegishli bo'ladi. Siz birinchi yo ikkinchi yo uchinchi, to'rtinchi raqamdan joy olishingiz mumkin. Bu tarafdan esa 5-chi, 6-chi, 7-chi, 8-chi katakchadan joy olishingiz mumkin. Mana shu 4 ta katakcha siz olib kirgan odamlar va mana yashil katakchadagi, sariq katakchadagi, hattoki sovg'a oluvchi bo'lib turgan inson ham odam olib kirishi mumkin. To'lganda ketin siz yashil katakchaga yoki sariq katakchaga joy olasiz. Ya'ni quruvchiga aylanasiz yoki yaratuvchiga aylanasiz. Endi agar siz aktivroq harakat qilib, loyihaning sharti bo'yicha 2 ta odam olib kirishingiz kerak. Agar 3 ta odam olib kirsangiz, mana yashildagi yoki sariq katakchadagi insonlar sizdan aktivroq harakat qilmayotgan bo'lsa, ya'ni ularning odami ozroq bo'ladigan bo'lsa, siz mana shu kurgan katakchadan to'g'ridan-to'g'ri sovg'a oluvchi, ya'ni qabul qiluvchi qizil katakchaga o'tasiz. Ana unda sizga yangi kirib kelayotgan bu tarafga 4 ta odam va bu tarafga kirib kelayotgan 4 ta odam sizga o'z sovg'alarini, ya'ni 200 ming so'mdan pullarini cheki isboti bilan plastik kartangizga to'g'ridan-to'g'ri tashlab berishadi. Endi siz 8 ta odamdan pulingizni oldingiz. 5 ta odam pulini bemalol o'zingizga, ro'zg'oringizga, xarajatlaringizga ishlasangiz bo'ladi. 3 ta odam puli bilan esa siz mana shunday katakcha bo'lgan, mana shunday doska bo'lgan, siz bronza doskaga ko'tarilasiz. Bronza doskada ham xuddi shu jarayon qaytariladi. Bronza doskaga ham kulran katakchadan joy egallaysiz va endi bu yerga odam taklif qilmaysiz. Sizda olib kirgan odamlaringiz siz orqangizdan bittasi yoki ikkitasi chiqadi, yashildagilarning odami chiqadi, sariqdagilarning odam chiqadi. Siz tushgan taraf chap taraf yoki o'ng taraf to'lganda ketin siz to'g'ridan-to'g'ri qizil katakchaga o'tasiz. Qizil katakchaga o'tganingizda esa endi sizga 200 ming so'mdan emas, sizga 600 ming so'mdan bu tarafga kirib kelgan 4 ta odam va bu tarafga kirib kelgan 4 ta odam, 8 ta odam 600 ming so'mdan 4 million 800 ming so'm pulingizni tashlab beradi. Shunday jarayon qaytarilaveradi. Endi siz 4 million 800 ming so'm pul oldingiz, 2 million 800 ming so'm bu sizga sof daromad hisoblanadi. 2 million so'm pul bilan esa endi siz 16 million so'm daromad oladigan kumush doskaga ko'tarilasiz. Kumush doskada esa siz xuddi shu jarayon qaytarilib, siz qizil katakchaga o'tganingizda endi sizga 200 ming so'm emas, 600 ming so'm emas, endi sizga yangi kirib kelgan, ya'ni orqangizdan chiqib ketgan shogirdlar, mana yashil katakchada, sariq katakchadagi odamlarning odami chiqib, siz tushgan taraf chap taraf yoki o'ng taraf to'lgandagi siz endi mana shu kirib ketgan yangi insonlardan 2 million so'mdan har bittasidan olgan taqdiringizda sizga 16 million so'm daromad tushadi. 16 million so'm daromadingizni oldingiz, 10 million so'm daromadingizni bemalol o'zingizning xarajatlaringizga daromad sifatida ishlatishingiz mumkin. 6 million so'm pul bilan esa siz endi 48 million so'm daromad oladigan oltin doskaga ko'tarilasiz. Oltin doskada 48 million so'm daromadingizni olib bo'lganingizda ketin esa 28 million pul sizga sof daromad bo'lib qoladi. Bemalol o'zingizning xarajatlaringiz, ro'zg'oringizga ishlataverasiz. 20 million so'm pul bilan esa endi platina doska 160 million so'mlik joyga ko'tarilasiz. U yerdan daromadingizni oldingiz 160 million so'm, 100 million so'm sizga sof daromad bo'lib qoladi va siz 60 million so'm pul bilan endi siz brilliant doskasi bo'lgan 480 million so'mlik joyga chiqib borasiz. Bu final bosqichdan oldingi bitta oldingi doska hisoblanadi. U yerdan 480 million daromadingiz olganda keyin 280 million so'm sizga sof daromadingiz bo'lib qoladi va siz 200 million so'm pul bilan endi 1 milliard 600 million so'm daromad oladigan final doska bo'lgan 7-doskaga ko'tarilasiz.
Siz 6-brilliant doska va 7-titan doskaga chiqib borganingizda dunyoni 56 dan oshiq davlatda bu loyihamiz ishlayapti, 8 tilga tarjima qilingan. O'sha insonlarni odamlar ichiga aralashib ketgan holatda o'shalardan daromadlarni olishni boshlaysiz. Unda siz yaqinroq bankka borib o'zingizga hisob raqam счет ochtirasiz, chunki plastik kartaga bu summalarni tashlash sal xavfliroq bo'ladi. Sizni hisob raqamingizga o'sha bu Yevropadan bo'lishi mumkin, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkiya qayerdan bo'lishidan qat'iy nazar o'shalar sizga o'sha katta summalarni tashlab beradi. Sizni hisob raqamingizga to'g'ridan-to'g'ri tushib boradi. Loyihamiz juda zo'r. Bu yerda kabinet kashilov yoki xavfsizlik haqida hech qanday bir ma'lumot kiritish degan narsalar yo'q. Hattoki mana shu loyihani ishlab chiqargan rus programmist, rus olimi Aleksandr Vostotsov ham bizni olayotgan daromadlarimizdan hozirgi sanab o'tgan summalarimizdan 1 so'm 1 tiyin ulush yo'q qism olmaydi. Uni 3 ta isbot dalil kanali bor. Mana Podarki deb получаю, Veselение deb получаю, Отзыв deb получayga biz bir kunda bir marta kirib o'zimizni mana shu yerdagi tabriklar, prezentatsiya videoroliklarga mana shunday qilib layklarni bosib turamiz. U inson mana shu layk reaksiyadan o'zini daromadini oladi xolos. Bizni olayotgan pulimizdan 1 so'm 1 tiyin ulush yo'q foiz olmaydi. Loyihada ko'chama-ko'cha yurib mahsulot sotish yoki dori-darmon sotish degan majburiyatlar ham qo'yilmaydi. Xavfsizlik haqida hech qanday ma'lumot kiritmaysiz, ya'ni pasport, hujjat yoki plastik karta raqamingizni biriktirib qo'yish yoki o'zingiz ko'rmagan, bilmagan joyga hech qanday bir depozit qo'yish degan narsalar yo'q. Marhamat, kirib ishlang, biz komanda bo'lib ishlaymiz. Sizni ham qo'llab-quvvatlaymiz va sizga qo'limizdan kelgancha yordam qilib daromadga chiqishingizga ko'maklashamiz. Har kuni 14:00 dan 16:00 gacha Liderlar akademiyasi maktabimiz bor. U yerda darslar bo'ladi. Noldan hamma narsani bekoriga besplatno o'rgatamiz va sizni daromadga chiqishingizga qo'llab-quvvatlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.